Dövlətimiz iqtisadidagi 4 qitimliq buruluş. Endi biz iqtisadga o'xshamagan nuqtadan, o'xshamagan tafakkur bilan har vaqt shunday xulosa xarakterlik, tadbiqlash xarakterlik tafakkurlarni qilib turishimiz kerak-da. Endi 4 qitimliq deganimizda, birinchisi ozodlikning dastlabki vaqtidagi iqtisodiy buruluş. Bu vaqtda hamda yangidan qurilgandan keyin u chaqda qiyinchilik nihoyat ko'p. Shu vaqtda davlatimiz iqtisodining dastlabki boshlamchisi Sharq Shimol bo'lgan. Sharq Shimolning bo'lishida asosligi birsi Yaponiya qoldirib ketgan bir turkum iqtisodiy shu sanoatninki aslolari qolib qolgan. Bu Sharq Shimolda qolib qolgan. Ikkinchisi yangi ozodlik mazgilida Sovetninki yordami nihoyat ko'p bo'lgan. Ko'p bo'lgandan keyin hamda Sharq Shimol Sovetga yaqin bo'lgandan keyin Sovet bilan bo'lgan aloqam ayni vaqtida ko'p bo'lgan. Shu sababdan ikki sabab bilan birsi Yaponiya, yana birsi Sovet ittifoqi bo'lgan munosabat. Shu yordamni qabul qilish ham hamkorlik asosida Sharq Shimol ozodlikning dastlabki vaqtidagi iqtisodiy markazga aylangan. Bu dastlabki birinchi qitimliq burilish. Dolqun Qodir iqtisod munbiridagi texmi ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsangiz, tövendagi undidor bilan aloqalashing. Hem kişilerinin nüfus katlamını aytgan çağda bu çağda Changshan Aryuan Tişi deydigan bir iş çıqqanda, yani şu çağda yeza bilen şehir, yani yezigilik bilen sanaat, işçi bilen dehqon. Şu vaqtda hem de yeni kurulgan vaqtida devletimiz hem de yezigilik cihetde annenevi küçük devlet, çoğ devlet. Lekin azadlıkның dastlabki mezgilde sanaat asasımız nisbeten boş bo'lganligi uchun sanoatni, bo'libmi ig'ir sanoatni kuchaytirish sababi bilan butun mamlakat bo'yicha mushu sanoat ishchilarning o'rni nisbatan yuqori bo'lgan, shaharlashish, bir mahal shaharlashish bo'lgan. Shuning bilan Changshan Aryuan Tişi, yeza shahar, mushu shahar nüfus, yez nüfus deganlar shu vaqtda bir ko'tarilgan. Shu vaqtda ishchi bo'g'uvchilarning o'rni yuqori bo'lib, har qaysi ta'minot jihatda, imtiyoz jihatda nihoyat yuqori bo'lgan. Dehqonlarningki o'rni nisbatan tuvan bo'lgan. Shunga dastlabki vaqtlarda ishchi deganninki inovati nihoyat yuqori. Hamda uning keyindan ikkinchi qitimliq iqtisodning burilishi 60-70 yilga kelganda. Bu vaqtda birsi 60-yillarning dastlabki vaqtlarida Sovet ittifoqi bilan davlatimizningki munosabatida ba'zi o'zgarishlar bo'ldi. Sovet ittifoqi yordamni to'xtatdi. Bir qism ixtiloflar bo'ldi. Şun bilan Amerika mu Dichijian deymiz. Bu Tayvan bo'g'ziga yaqinlashib bu yerda besim qilib Besim qilib turgandan keyin davlatimiz bu vaqtida o'rta g'arbiy qismlarda asosliq sanoat asosimizni kuchaytmasak bo'lmaydigan bir zaruriyat paydo bo'ldi. Sharq Shimol desak, Sovetga yaqin. Sovet bilan bo'lgan munosabat nisbatan yiriklashdi. Endi sharq qismidagi dengiz bo'roylar desak, bu yerga Amerika yaqinlashqildi. Shuning bilan Sichuan deymiz, Hubei deymiz. Mushu o'rta g'arbiy qismlar rayonlardagi nüfus ko'p rayonlarda qaytadan bir iqtisod ig'ir sanoatni bir kuchaytirish zaruriyat paydo bo'ldi.